Tailandda bir hafta dam olish bizga necha pulga tushadi? Videoni kuzatib turing, umumiy narxni video oxirida aytib o'taman. Eng birinchi Tailandda 5 yulduzli mehmonxonani bron qilishda o'tamiz. Bizga eng muhimi nima kerak bo'ladi? Gostitsani lokatsiyasi, ya'ni shundoqqina dengiz bo'yiga joylashgan bo'lishi kerak, chunki bu yoqdagi havosi ham, bu yoqda atmosferasi ham juda ham ajoyib, juda ham chiroyli bo'ladi. Taksilarning narxiga keladigan bo'lsak, 100 batdan 400-500 batgacha, ya'ni siz boradigan masofangizga qarab narxlari chiqadi. Obed va kechki ovqatlarni mehmonxonani o'zini restoranidan ovqatlansangiz ham bo'ladi. Ko'chadan borib ovqatlansangiz ham bo'ladi. Taxminan narxlari 300 batdan 600 batgacha bo'lgan narxda yaxshi ovqatlarni topsa bo'ladi. Shu kabi narxlar bilan bizni bir hafta dam olishimiz taxminan gostitsamizning o'ziga $1000 atrofida xarajat bo'ldi va Tailand ko'chalarini sayr qilishimiz va ovqatlanishimizga taxminan $300-350 atrofida xarajat bo'ldi. Nima deb o'ylaysiz? Tailandda narx-navolar qimmatmi? Kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring, obuna bo'lishni unutmang.